Saodat asri qissalari. Ka'ba hakamligi. Ka'ba Hazrati Ibrohim davridan beri doim tabarruk hisoblanib kelar. Ka'baga xizmat doim ulkan sharaf hisoblanar edi. Bu muqaddas dargohning hajmi o qadar katta bo'lmay, balandligi ham odam bo'yidan salgina yuksak edi. Payg'ambar Hazrati Ibrohim alayhissalom naslidan bo'lgan Adnan yoki Himya Sultoni Mubba davridan boshlab Ka'baning ustiga chodir yopish odat tusiga kirdi. Bu chodir har yili almashtirilar, yangilanar edi. Biroq bu muborak qadamjo asrlar o'tib ta'mirlashga muhtoj holga keldi va dastlab Amalika, so'ngra Jurhum qabilalari tomonidan ta'mirlandi. Fil hodisasidan 35 yil keyin shiddatli yomg'ir natijasida sel paydo bo'ldi va Ka'baning poydevoriga zahmat yetkazdi. Devorlari nurab yiqilay deb qoldi. Xalq bu muborak baytning yiqilishi mumkinligidan qattiq tashvishda, juda bezovta edi. Ka'baning ichi sel oqiziqlaridan hosil bo'lgan balchiqqa to'ldi. Ustiga ustak, bir kuni atrofga xushbo'y hidlar taratish maqsadida bir ayol Ka'ba yonida olov tutatibdi. Oqibatda bir uchqun sachrab baytning chodiriga tushib, yondirib yubordi. Bu yong'in xalqni dahshatga soldi. O'zi yiqilay deb turgan Ka'ba mazkur voqeadan keyin battar xarob bo'ldi. Bu ahvolda bayt yana qachongacha turishi mumkin? Buni hech kim bilmasdi. Makkaning zodagonlari shu xususda suhbatlashdilar. Poydevorigacha buzib qaytadan qurishga qaror qildilar. Biroq hech kim muborak baytni buzishga jur'at etolmasdi. Uni buzishga bel bog'lagan kishining boshiga kulfat tushadi degan tushuncha hukmron edi. Dastavval bunday og'ir mas'uliyatni Valid ibn Mughira zimmasiga oldi. Sizlarning maqsadingiz buzishmi yoki islohmi? Deb so'radi hamshaharlaridan. Ya'ni Ka'bani vayron etish, haqorat qilish uchun buzmoqchimisizlar yoki uni qayta qurish, mustahkamlash uchunmi demoqchi bo'ldi. Maqsadimiz albatta islohdir deb javob qilishdi. U holda Alloh isloh uchun bu ishga qo'l urganlarga jazo bermaydi. Shu ishni men boshlayman. Allohim, bizning maqsadimiz ezgulikdir. Xolos, dedi. Shundan keyin yiqilay deb turgan toshlarni tushira boshladi. Aholi uzoqdan tomosha qilar, Validning boshiga balo yog'ilishini kutar edi. Biroq hech qanday qorxol yuz bermadi. Valid ishini davom ettiraverdi. Yaxshisi, ertaga ertalabgacha kutaylik, deyishdi tomoshabinlar. Bu taklif hammaga ma'qul bo'ldi. Ammo Valid maqsad Ka'bani buzish emas, uni mustahkamlash ekanligini yana bir bor takrorladi. Bu ahvolda bayt qancha vaqt ham tura olardi, dedi u. Ertalab Validning kelishini zo'r qiziqish bilan kutdilar. U soppa-soq kelib, yana ish boshladi. Bu daf'a hamma unga qo'shildi. Qisqa vaqt ichida Ka'baning devorlari yiqitildi. Hazrati Ibrohim qo'ygan poydevorgacha buzildi. Validning otasi Mughira ibn Abdulloh Mahzumiy baland bir joyga chiqib, bu yerda ishlayotganlarga qarata xitob qilib, bu bayt Allohga daxldor muborak muqaddas bayt ekanligini, bu dargohga ishlatiladigan ashyolarni har xil shubhalardan yiroq, peshona teri bilan topilgan halol mablag' evaziga sotib olishi lozimligini uqtirdi. Zino yo'li bilan o'g'irlik hisobiga sudxo'rlik evaziga muttahamlik, ayyorlik yoki zo'ravonlik qilish bilan topilgan pulning bu bayt qurilishiga sarflanmayajagini ta'kidladi. Shundan keyin Valid ibn Mughira boshchiligidagi bir necha kishidan iborat hay'at Qizil dengizda, Jiddaga yaqin joyda halokatga uchragan kemaning parchalarini va undagi ashyolarini sotib olib keltirish uchun yo'lga chiqdi. Ajoyib tasodif edi bu. Yana ham to'g'rirog'i, Allohning karami insonlarga go'zal tasodif tarzida yetishgan edi. Chunki kemadagi yuk Habashistonda qurilishi rejalashtirilgan bir cherkov uchun Rum hukmdori tomonidan Misrdan jo'natilgan qurilish ashyolari edi. Halokatga uchragan kema endi ortiq suza olmasdi. Kemadagi ashyolar xarid qilindi. Kemadagi me'mor ham katta haq evaziga bayt qurilishiga yo'llandi. Ka'baning devorlari Quraysh qabilalariga bo'lib berildi.
Ya'ni har bir devor bir qabila tomonidan qurilishi kerak edi. Bu masala qur'a tashlash yo'li bilan hal etildi. Eshik o'rnatiladigan tomon Abdumannof o'g'illarining zimmasiga tushdi. Hoshimiylar Abdumannof o'g'illarining bir urug'i edi. Zuhra qabilasi ham Abdumannofliklarga sherik hisoblanardi. Boshqa tomonlarni ham 2-3 qabila birlashib quradigan bo'ldi. Me'mor bakom tosh tashib keltirishlarini buyurdi. Erkaklar tosh, xotinlar ohak tashiy boshladilar. Yelkasida tosh tashiyotgan erkaklar tosh qiyib yubormasin deya bellariga bog'langan peshbandlarini qavat-qavat qilib yelkalariga toshning ostiga qo'yib ishlar edilar. Abul Qosim Muhammad ibn Abdulloh ham amakilari bilan birgalikda tosh tashirdi. Amakisi Abbos yara bo'layozgan yelkalariga bir oz yengillik berish uchun peshbandini yechdi. Boshqalar kabi taxlab yelkasiga tashladi. "Yo Amin, sen ham mendaqa qilib ol, qiynalmaysan" dedi. Bu taklif bir tomondan yaxshi edi. Odamning yelkasi ancha rohatlanardi. Ammo ikkinchi tomondan bunday qilinsa xunuk vaziyat yuzaga kelardi. Qani, yo Amin, qara men ham shunday qilib oldim. Tag'in o'zing bilasan. Yelkangni ehtiyot qil deyapman-da. Yo'ldan ozdiruvchi bunday da'vatlarga qarshi tura olmay, Amin ham peshbandini yechib yelkasiga qo'ydi. Ammo shu payt libos tushib ketdi. Libosini yerdan ko'tardi-yu, bu ishni zinhor qilmaslikka o'ziga so'z berdi. Shu voqeadan keyin to umrining oxirigacha hech kim uni yarim yalang'och holda ko'rmadi. Toshlar keltirilib, inshoot qurila boshladi. Me'mor toshlarni ustalik bilan qalab binoni tiklar, xalq g'ayrat, shijoat bilan unga yordamlashar edi. Devorlar ko'tarildi, bir odamning ko'ksigacha yetadigan balandlikka yetdi. Endi Hajarul Asvadni o'z o'rniga qo'yish kerak edi. Ammo bu ishni kim qiladi? Kim bu sharafga munosib hali noma'lum edi. Bu muammo birdan hamjihatlik muhitini o'zgartirib yubordi. Ka'bani qurish ishida ishtirok etayotganlar orasida yuzaga kelgan do'stona va birodarlik muhiti sovuqlashib, hamma obro' talashib, asl zodalik da'voyiga berildi. Har bir qabila o'zini bu sharafga munosib deb hisoblar, ikkinchi yoki uchinchi darajaga tushib qolishni sira istamas edi. Qurilish to'xtab, janjal boshlandi. Qabilalar orasidagi munozara kechgacha cho'zilib ketdi. Hamma o'zinikini ma'qullar, hech kim boshqaning gapini eshitishni xohlamas edi. Natijada Bani Abduddor janjalni battar avjiga chiqardi. Hammaning ko'zi oldida qon to'la bosh chanog'ini o'rtaga qo'yib, ichiga qo'llarini botirib qasam ichdilar. Bani Odi ham qasamga qo'shildi. Bu qasamning ma'nosi so'nggi tomchi qonimiz qolguncha shu yo'lda kurashamiz demak edi. Boshqa qabilalar ham shunday fikrda edilar. Ular ham to o'lmagunlaricha Hajarul Asvadni o'rniga qo'yish da'voidan voz kechmaslikka azmo qaror qilgan edilar. Qilichlar qinlaridan bir marta sug'urilsa, qaytib joylariga kirishi oson bo'lmasdi. Balki yillarcha davom etadigan qon da'volarining eshigi birozdan so'ng ochilishi hamda Ka'baning yonida to'kilgan qonlarning hisob-kitobi avloddan avlodga surib ketishi hech gap bo'lmay qolgan edi. Aslida Makka va uning yon tevaragi haram vodiyi hisoblanardi. Ya'ni janjal-suron, urush qilinmaydigan muborak bir zamin edi. Bu zaminda har kimning joni va moli xavfdan xoli edi. Ammo Hajarul Asvadni o'z o'rniga kim qo'yadi degan muammo ularning ko'zinigina emas, qalbini ham ko'r qilib qo'ydi. Haram vodiyida hatto muqaddas dargoh bo'lmish Ka'baning yonida Ka'baning qurilishida ekanliklarini unutdilar. Tortishuvning 5-kuni qo'llar qilichlarga uzatilgan qaltis bir vaziyatda u yerdagilarning eng ulug' yoshlisi Abu Umayya Mughira ibn Abdulloh o'rtaga otildi. To'xtang ey insonlar deb baqirdi u. Gapir, nima istaysan ey qariya? Urush janjal to'polon bilan ish bitmaydi. Bundan tashqari sizlar bu muqaddas baytning xizmatchilarisiz. Urush qilsangizlar bu muborak dargohga nisbatan hurmatsizlik qilgan bo'lasizlar. Holbuki bu janjal nimadan kelib chiqdi? Unga bo'lgan cheksiz hurmat ehtiromingizdan, shunday emasmi? U holda nima qilish kerakligini ayt bizga.
Masalaning yechimini bir hakamning ixtiyoriga qoldiringlar. Muammoni u hal etsin. Kimni hakam qilamiz? Kimga topshiramiz bu ishni? Abu Umayya so'zlari ta'sir qilganidan xursand bo'lib ketdi. Bani Shayba darvozasini ko'rsatdi. Shu darvozadan birinchi bo'lib kirgan kishini o'zimizga hakam qilamiz. Bu taklif hammaga ma'qul bo'ldi. Kimning kelishini hech kim bilmas, shuning uchun bu tadbir adolatsiz hisoblanmas edi. Ma'qul taklif. Ha, juda ma'qul. Bu darvozadan ilk bor kirgan kishi hakam bo'ladi. Hamma Bani Shayba darvozasiga tikildi. Abul Qosim Muhammad ibn Abdulloh Ka'ba qurilishi uchun hamma qatori tosh tashigan, ammo janjal boshlangach ketib qolgan edi. Bema'ni, tuturuqsiz munozaralarga toqati yo'q edi uning. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin vaziyat o'zgarmaganini bilish uchun yana Ka'ba tomonga yo'l oldi. Ka'baning atrofini o'rab turgan va Masjidul Haram deb ataluvchi keng dargohining bir necha darvozasi bor edi. Ularning eng oldingisi bo'lmish Bani Shaybadan ichkariga kirdi. Kirar kirmas Al-Amin, Al-Amin, mana Amin keldi. Amin keldi. Uning hakamligiga rozimiz kabi ovozlar eshitildi. Yuzlarda tabassum paydo bo'lgan keskin vaziyat birdaniga yumshagan edi. Nima gap? Menda nima istaysizlar? Oramizda hakam bo'lasan. Masalani tushuntirdilar. Qanday yo'l bilan uni hakam qilganliklarini izohladilar. Oxirida yana Abu Umayya so'z oldi. Sening insofing, adolatingga ishonamiz, ey Abu Qosim. Oramizda hakamlik qilib, to'g'ri hukm chiqar, dedi. Buyuk Amin atrofidagilarga menga bir ko'ylak keltiring, dedi. Olib keldilar. Muhammad uni yerga to'shadi. Hajarul Aswadni qora toshini uning ustiga qo'ydi. Har bir qabiladan bir kishi mana shu ko'ylakning bir uchidan tutsin, dedi. Yengil nafas oldilar. Ko'zlarda mamnuniyat hissi balqidi. Utba ibn Robiya, Abu Zam'a ibn Asvad, Abu Huzayfa ibn Mughira, Qays ibn Odi kabi kishilar ko'ylakning 4 uchidan tutdilar. Barobar ko'tardilar. Muqaddas tosh o'rnatilishi lozim bo'lgan joygacha keltirib, tepaga ko'tardilar. Shu onda Al-Amin bu muborak toshni quchog'iga olib, joyiga o'rnatib qo'ydi. Butun kelishmovchiliklar bir zumda bitdi. Bema'ni urushning oldi olindi. Hamma bu adolatli hukmdan rozi bo'ldi. Xudo haqqi, Al-Amin adolatli, oqilona hukm chiqardi, dedilar. Ka'ba oldingisidan 2 baravar yuksak qilib qayta qurildi. Eshigi bir odam bo'yidan sal balandroq bo'ldi. Ashyolar yetarli bo'lmagani bois Ka'baning bir oz joyi ochiq qoldirildi. Bu yer Xotim deb atalardi. Keyingi yili ham qurg'oqchilik boshlandi. Bu degani makkaliklar uchun yangi, ya'ni bir og'ir, azob-uqubatli mavsum keldi demak edi. Qurg'oqchilik azobi boshqa aka-ukalardan ham ko'proq Abu Tolibni og'ir ahvolga solib qo'ydi. Bir kuni Al-Amin amakisi Abbosga ro'baro bo'ldi. Marhamat qil, yo Amin. Bilasizki, amakim Abu Tolibning ahvoli yaxshi emas. Farzandlari ko'p. Uning bittadan bolasini panohimizga olib, yordam bersak qanday bo'larkin? Abbos bu taklifga rozi bo'ldi. Abu Tolibning uyiga bordilar, maqsadlarini bildirdilar. U xursand bo'ldi. Tolib bilan oqilni o'zimga qoldiring. Boshqalardan istaganingizni oling, dedi. Abbos Ja'farni, Al-Amin esa Alini o'z qaramoqlariga oldilar. Shu yo'sinda Abu Tolibning kenja o'g'li Ali bolalik chog'idan e'tiboran insoniyatning fazilatxonasidan panoh topgan, saboqlarini shu yerdan ola boshlagan edi.